Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. 7-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Al Mirqab Capital kompaniyasi boshqaruv raisi Hamad bin Jassim Al Soni va BlackRock investitsiya kompaniyasi katta boshqaruvchi direktoridan iborat xorijiy investorlar delegatsiyasini qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Slovakiya Respublikasi bosh vaziri Robert Fico 8-10 iyun kunlari rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico tantanali kutib olindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Robert Ficoning muzokaralari bo'lib o'tdi. Ikki davlat yetakchilari O'zbekiston va Slovakiya o'rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risida deklaratsiyani imzoladilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Bolgariya Respublikasi Prezidenti Rumen Radev 9-11 iyun kunlari rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. Bolgariya Prezidenti Rumen Radevni Ko'ksaroyda tantanali kutib olindi. O'zbekiston va Bolgariya prezidentlarining muzokaralari bo'lib o'tdi. Oliy darajadagi muzokaralardan so'ng hujjatlarni imzolash va almashish marosimi o'tkazildi. 9-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan BRICS yangi taraqqiyot banki prezidenti Dilma Rouseffni qabul qildi. Shu kuni davlatimiz rahbari Amerika Qo'shma Shtatlarining yetakchi kompaniyalari delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazdi. 10-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisida ishtirok etdi va nutq so'zladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etish uchun mamlakatimizda bo'lib turgan Ozarbayjon Respublikasi bosh vaziri Ali Asadovni, Qozog'iston Respublikasi bosh vaziri O'ljas Bektenovni, Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi, Prezident administratsiyasi rahbari Adilbek Kasimaliyevni, Tojikiston Respublikasi bosh vaziri Qohir Rasulzodani, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisining o'rinbosari Aleksandr Novakni, Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Nokirguli Ataguliyevni qabul qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Bunyodkor stadioniga tashrif buyurib, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinini tomosha qildi. So'ng sportchilarimizga davlat mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston sportining haqli yutug'i, yaratilgan sharoit, doimiy e'tibor, yuksak mahorat va g'alabaga ishonch millionlab futbol muxlislari butun xalqimizning orzusini real haqiqatga aylantirdi. 11-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Renobassi boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Xalqaro kongress markazi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida xorijiy investorlar kengashining 3-yalpi majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent investitsiya forumida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Lombardiya gubernatori Attilio Fontana boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Davlatimiz rahbari xorijiy investorlar kengashining navbatdagi majlis doirasida Birlashgan Arab Amirliklari energetika va infratuzilma vaziri Suayl Al-Mazrui boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Saudiya ishbilarmonlar kengashi hamraisi, Aquapower kompaniyasi boshqaruv raisi Muhammad Abunayan boshchiligidagi yirik kompaniyalar delegatsiyasini ham qabul qildi. Shu kunning o'zi davlatimiz rahbari Xitoyning yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan ham uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Omon Sultonligi savdo, sanoat va investitsiyalarga ko'maklashish vaziri Qays bin Muhammad Al Yusufni qabul qildi. Davlatimiz rahbari mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Finlandiya tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Prezidentimiz Toshkent xalqaro investitsiya forumi tadbirlarida ishtirok etayotgan Afg'oniston sanoat va savdo vaziri vazifasini bajaruvchi Nuriddin Aziziyni qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlatimiz rahbari Rossiya yetakchisi va ko'p millatli xalqini yaqinlashib kelayotgan davlat bayrami Rossiya kuni bilan samimiy tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaponiya Xalqaro hamkorlik banki boshqaruvchisi Nobumitsu Hayashi boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Toshkent xalqaro investitsiya forumi va xorijiy investorlar kengashi majlisi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevropaning qator yetakchi kompaniyalari rahbarlarini ham qabul qildi. Shu bilan birgalikda Toshkent investitsiya forumi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Euronews Media Holding direktorlar kengashi raisi Pedro Vargas bilan ham uchrashdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Davlat xizmati forumi 23-iyun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Davlat xizmati kunida rasman ochiladi. Yirik xalqaro tadbirga O'zbekiston mezbonlik qiladi. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat xorijda sodir bo'layotgan voqealarga to'xtalib o'tamiz.
2025-yilgi Jahon matbuot erkinligi indeksiga ko'ra, matbuot erkinligi ko'rsatkichlari pasaygan. Asosiy sabab sifatida ommaviy axborot vositalarining moliyaviy holatiga bog'liq tahdidlar ko'rsatilgan. Indeksning moliyaviy qismi 2 balldan ko'proq pasaygan. 180 mamlakatdan 160 tasida ommaviy axborot vositalari moliyaviy barqarorlikka erisha olmagan. Jurnalistlar uchun xavfsizlik, huquqiy va ijtimoiy muhitning o'rtacha balli 58-67 oralig'ida, siyosiy muhit esa murakkab deb baholangan. Iqtisodiy holat 44.1 ballga tushib, rekord darajada yomonlashgan. 2025-yil 6-iyundan boshlab AQShda noqonuniy migrantlarni ommaviy qo'lga olishga qarshi norozilik namoyishlari butun mamlakatga tarqaldi. Los-Anjelesda boshlangan aksiyalar davomida to'qnashuvlar kuzatilib, yuzlab namoyishchilar qo'lga olindi va jarohatlanganlar bo'ldi. Prezident Donald Tramp 2100 nafar milliy gvardiya va 700 nafar harbiyni jalb qildi. Kaliforniya rahbariyati bu qarorni konstitutsiyaga zid va demokratiyaga tahdid sifatida baholadi. Namoyishlar Nyu-York, Chikago, Washington va boshqa shaharlarga tarqaldi. Mamlakatda ichki siyosiy taranglik kuchaymoqda. Fransiyada 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlanadi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning ma'lum qilishicha, agar Yevropa ittifoqi bu borada umumiy qaror qabul qilmasa, mamlakat 15 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni milliy darajada taqiqlaydi. Shuningdek, internet orqali pichoq sotib olishda yoshni tekshirish tizimi joriy etiladi. Ushbu choralar maktab xodimiga yosh o'smir tomonidan qilingan hujumdan so'ng e'lon qilindi. Qonunga amal qilmaganlarga moliyaviy jarimalar va taqiqlar qo'llaniladi. Polshada prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilindi. 2025-yil 1-iyun kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovining ikkinchi turida Karol Nawrotskiy 50.89 ovoz bilan g'alaba qozondi. Uning raqibi liberal nomzod Rafal Trzaskowski 49.11% ovoz to'pladi. Saylov natijalari mamlakatda siyosiy muvozanatga ta'sir qilishi mumkin. Yangi prezident hukumatning ayrim qonunlariga veto qo'yish vakolatiga ega bo'ladi. Prezident saylovi natijalari Polshada ichki siyosiy jarayonlar va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarga ta'sir etishi kutilmoqda. AQSh va Xitoy savdo kelishuviga erishdi. Londondagi muzokaralardan so'ng AQSh va Xitoy savdo ziddiyatlarini yumshatish bo'yicha kelishuv tayyorladi. Kelishuvni Donald Tramp va Si Szinpinning tasdiqlashi kutilmoqda. Asosiy e'tibor nodir yer metallari eksportiga qaratildi. Ikki davlat bojlarni qisqartirishga kelishdi, ammo ba'zi shartlar bo'yicha bahslar hali ham saqlanib qolmoqda. Buyuk Britaniyada ish o'rinlari qisqarmoqda, ishga qabul jarayonlari to'xtagan. Buyuk Britaniyada 2025-yil mart-may oylarida bo'sh ish o'rinlari 63 mingga kamayib, 736 mingga tushdi. Milliy statistika boshqarmasi mehnat bozorida zaiflashuv kuzatilayotganini ma'lum qildi. Ayrim kompaniyalar yangi ishchilarni qabul qilishni kechiktirmoqda yoki bo'sh o'rinlarni umuman to'ldirmayapti. Ishsizlik darajasi 4.6% ga ko'tarilib, so'nggi 4 yildagi eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Ekspertlar bu holatni ish haqqi xarajatlarining ortishi va sug'urta badallarining oshishi bilan izohlamoqda. Donald Tramp Isroilni Eron bilan muzokaraga chaqirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga Eron bilan muzokaralar o'tkazishni tavsiya qildi. U harbiy to'qnashuv o'rniga diplomatik yechimga urg'u berish kerakligini ta'kidladi. Donald Tramp Eronga maktub ham yo'llaganini ma'lum qildi. Eron rahbari Ali Xomanaiy esa AQShni faqat o'z shartlarini o'tkazishga urinmoqda deb tanqid qildi. Shu bilan birga Birlashgan Arab Amirliklari va Ummon vositachiligida muzokara ehtimoli muhokama qilinmoqda. Qozog'istonning Ostona shahrida Markaziy Osiyo Xitoy sammiti bo'lib o'tadi. 2025-yil 16-17-yil kunlari Qozog'istonning poytaxti Ostona shahrida Markaziy Osiyo Xitoy sammiti bo'lib o'tadi. Tadbirda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari hamda Xitoy Xalq Respublikasi raisi ishtirok etishi rejalashtirilgan. Sammit doirasida mintaqaviy hamkorlik, savdo, investitsiya va xavfsizlik masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Rossiya va AQSh o'rtasidagi navbatdagi muzokaralar yaqin kunlarda Moskvada bo'lib o'tadi. Bu haqda Rossiyaning AQShdagi elchisi Aleksandr Darchiyev ma'lum qildi. Unga ko'ra munosabatlarni sog'lomlashtirish harakatlari davom etmoqda. Ammo ayrim siyosiy to'siqlar sabab jiddiy qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Muzokaralarda Ukraina mojarosi, elchixonalar faoliyati, Qora dengiz tashabbusi va ikki tomonlama aviaqatnovlarni tiklash masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Tilda fikrda ishda birlik shiori ostida chiqayotgan Jadid gazetasining navbatdagi sonida e'lon qilingan maqolalarning ba'zilarini mazmun jihatdan sharhlab o'tsak. Jadid teatri milliy madaniyatimiz tarixida muhim va yangicha hodisa bo'lgan. Teatrga nafaqat san'at, balki ma'naviy targ'ibot vositasi sifatida ham qaralgan. Shu sababli o'sha davrdagi ziyolilar teatr faoliyatini kuzatib, tanqidiy va tahliliy tarzda o'z fikrlarini matbuotda bayon etganlar. Abdulla Qodiriy ham o'zining jurnalistik faoliyatida teatr san'atiga aloqador bo'lgan Azob bog'chasida yig'i-sig'i Eski shahar teatri havaskorlariga bizda teatr ishining borishi nomli felyetonlar e'lon qilgan. Ushbu sonda berilgan Chora tanqid yo'lidir nomli maqolada Qodiriyning nigohi orqali Turkiston teatrlari haqida kengroq tasavvurga ega bo'lamiz. Abdulla Qodiriy teatr san'atining rivojlanishida tanqidchilikning o'rni muhim ekanini aytar ekan. Bunda faqat artistlar ijrosiga to'xtalib qolmasdan,
balki ssenariylarni ham atroflicha tahlil qilishni taklif etadi. Zero, teatr va dramaturgiyani yaxshilash uchun birdan bir chora bo'lsa, u ham tanqid yo'lidir deydi. Yozilayotgan sahna asarlarining har tomonlama barkamol bo'lishi, tomoshabin didi va saviyasining yuksalishiga xizmat ko'rsatishi. Buning uchun dramaturglar asar kompozitsiyasini, personajlar sajiyasini pishiq, puxta ishlashni talab qiladi. Qodiriy teatr san'atini shakllantirishda millat manfaati birlamchi ahamiyatga ega bo'lishini urg'ulaydi. O'zbekiston futbolining dunyo sahnasiga chiqishi katta voqelikdir. Ilk marotaba milliy terma jamoamiz 2026-yilgi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu tarixiy voqelik qalblardagi g'ururni yuksaltirib, barchani birlashtirdi. Gazetada iftixor rukni ostida e'lon qilingan Dunyo darvozasi ochildi bizga nomli maqolada muallif murakkab va sinovlarga boy bo'lgan futbolimiz tarixi, bu yo'nalishdagi qat'iy va oqilona islohot jarayonlarining kechishini tahlil qilgan. Islohot samarasi o'laroq qayta jonlangan jozibali futbol huvillagan stadionlarga ishqibozlarni qaytardi. Futbol rostmana milliy o'yinga aylandi. Ashaddiy ishqibozlar klublari paydo bo'ldi. Termamizning xorij maydonlaridagi ko'tarinki o'yinlariga aynan ana shu fanatlarning qo'llab-quvvatlashi qanot bo'ldi desak, adashmaymiz. Ro'yxatlarda yo'q edi nomi. Ushbu maqola millat fidoyisi, jadidlar g'oyalari ta'sirida kamol topgan va ma'naviy yetuklikka erishgan inson, qatag'on qurboni Abdukarim To'xtaboyev haqida. Davlat tashkilotlarida ta'lim sohasida faol ishlab, milliy kadrlarni tarbiyalashda ishtirok etgan To'xtaboyev 1930-yillardagi siyosiy o'zgarishlar, ishonchsizlik muhiti sabab qora ro'yxatga kiritilgan. Ayblovlar asossiz bo'lib, faqat o'tgan kunlar romani borligi, jadidlarni hurmat qilgani va hukumat siyosatiga tanqidiy fikr bildirgani uchun qamalgan. Ayon jadidlar uchun ta'lim-tarbiya shaxsiy unib o'smakdan ko'ra ko'proq millat taraqqiysiga daxldor masala edi. Abdukarim kun sayin ana shu ruhni o'zlashtirib borarkan, ilm o'rganishning o'zi bilangina kifoyalanmasdan, uni qay tarzda jamiyat manfaatiga xizmat qildirish mumkinligini o'ylardi. Jadidlar ta'kidlagan aql bilan ishlash, ilm bilan yashash, millat uchun jon kuydirish kabi g'oyalar uning dunyoqarashiga tobora chuqur ta'sir o'tkazardi. Ana shu g'oyalar ta'sirida u o'z fikri, qarashi va mavqeini anglab borar, ma'naviy kamoloti yo'lida jadidlar ilgari surgan tashabbuslar muhim o'rin tutardi. Shu kabi tahliliy maqolalarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallaridan onlayn o'qishingiz mumkin. Assalomu alaykum, MDajist yana e'tiboringiz markazida va siz bilan kabinangiz. Mustaqillik yillarida tug'ilgan farzandim 34 yoshga kirdi. 34 yilda va nihoyat biz futbol bo'yicha jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Futbol millionlarni, xalqlarni, elatlarni birlashtiradi. Bizni ham qo'shnilarimiz motivatsiya berib, qo'llab-quvvatlab turishdi. Shuning o'ziyoq fikrimizga yaqqol dalil. Shu o'rinda bir gap, g'alabaning nashidasi shirin va qadrli. Fursatdan foydalanib quvonchli voqea. O'z tarixida ilk marotaba jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritgan O'zbekiston milliy terma jamoasiga saralash bosqichining oxirgi turi Qatar bilan bellashuvdagi ajoyib o'yin uchun ham va umuman tarixiy g'alaba uchun ham minnatdorlik bildiramiz. Olg'a O'zbekiston! Biz bu kunlarni uzoq kutdik. Ma'rifat karvoni tadbirlari ham yuqori tempda davom etmoqda. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Islom sivilizatsiyasi markazi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati hamda qator hamkor tashkilotlar bilan birgalikda joriy yilning may-iyun oylarida tamaddun, madaniyat va ma'rifat mavzusida ilmiy, ma'rifiy va madaniy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrini qamrab olgan tadbirlar chinakamiga ilm va ziyo, bilim va tafakkurning keng quloch yoyishiga, olimlar va ziyolilarning bir platformaga jam bo'lishiga zamin yaratadi. Navbatdagi lokatsiyalar esa Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyatlarida davom etmoqda. Zero ma'rifat karvoni respublikamizning eng chekka va olis hududlariga ham yetib boradi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Dolzarb 90 kun loyihasiga start berildi. Unga ko'ra respublikamizning barcha hududlarida, xususan maktablar, oromgoh va saylgohlarda zakovat o'yinlari, sport musobaqalari, rassomchilik, adabiyot, mohir qo'llar to'garaklari, qo'yinki bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Buxoro viloyati Vobkent tumani bo'linmasi tashabbusi bilan qadimiy va navqiron Vobkent minorasi atrofida
Zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Unda 300 dan ortiq kitobxon yosh o'z bilim va tafakkurini sinovdan o'tkazdi. Asaka tumanidagi 59-umumta'lim maktablaridagi ana shunday tadbirlar ham yuqori notalarda tashkil etildi. Toshkent viloyatining Angren shahar 14 hamda 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida Zakovatning navbatdagi turi tashkil etildi. Dolzarb 90 kun tashabbusi Namanganning Chortoq tumanidagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ham faol amalga oshirilmoqda. Yozgi ta'til davomida yoshlar ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, kitobxonlik bellashuvlari, fan to'garaklari, sport va musiqa mashg'ulotlarida ishtirok etmoqda. Toshkent viloyatining Chinoz tumanida ham Dolzarb 90 kunlik tadbirlari davom etmoqda. Tadbirlar doirasida 13 va 15 sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida fan, madaniyat, sport va kasb to'garaklari faoliyati yo'lga qo'yilib, o'quvchilar bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazmoqdalar. Bir so'z bilan aytganda, yoz o'tadi soz. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida bunyod etilayotgan yangi O'zbekiston yangi Renessans pavilyonlarini tashkil etish va zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida boyitish ishlari jadal suratlarda olib borilmoqda. Shu maqsadda Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zolaridan iborat ishchi guruh Moskva shahriga tashrif buyurdi. U yerda Sila Sveta kompaniyasi bilan hamkorlikda muzeylar faoliyatini, ulardagi innovatsion zamonaviy texnologiyalarning so'nggi yutuqlari bilan yaqindan tanishib chiqdilar. Markazimizdan yana bir yangilik so'z loyihasi. Maqsad yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash va xalqimizga ijod namunalarini yangicha talqinda yetkazish. Fonus loyihasida esa qisqa metrajli filmlar orqali ilm, bilim, jamiyat, qardoshlarimiz bilan bizni bog'lab turgan qadriyatlar haqida hikoya qilinadi. Darvoqe, kinokarvon loyihasi ham keng quloch yoymoqda. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar markaziy amfiteatrida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida O'zbek qizi filmi namoyish etildi. Mazkur film Ikkinchi jahon urushi davrida qahramonlik ko'rsatgan ayollarning jasorati va matonatidan hikoya qiladi. Bizda hozircha shunday yangiliklar, voqealar rivojini keyingi dasturlarimizda kuzating. Omon bo'ling. Islom dini rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma vatandoshimiz Abu Iso Termiziy va Termiziy allomalarning benazir merosini ilmiy asosda chuqur o'rganish va xalqqa yetkazish o'ta muhim ishdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Markaziy Osiyolik buyuk mutafakkirlardan biri vatandoshimiz mashhur muhaddis Abu Iso Muhammad Termiziy 824-yil Termiz viloyatidagi Bug' qishlog'ida o'rtahol oilada dunyoga kelgan. U milodiy 892-yilda hozirgi Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida vafot etgan va shu joyda dafn qilingan. 15-asrda Imom Termiziy qabri ustida kichik maqbara qurilgan. Maqbaraning holati oddiy, kichkina qurilma bo'lib, hech qanday zamonaviy rekonstruksiya qilinmagan. Bu davrda uning tarixi va ahamiyati faqat mahalliy aholi orasida saqlanib kelgan. Ta'mirtalab bo'lib yotgan majmua 2017-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan maqbara qayta ta'mirlanib, katta majmuaga aylantirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-fevralda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi. Markaz bilan bir qatorda Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi va 2024-yilda Imom Termiziy nomidagi Islom instituti faoliyati ishga tushirildi. Markaz o'z faoliyati davomida quyidagilarni amalga oshiradi. Jumladan, islom dinining, Qur'oni Karim va hadis ilmining asl mohiyatini, hadisshunoslik maktabining ilmiy ma'naviy asoslarini, Imom Termiziy hamda Termiziy allomalar, yurtimizdan yetishib chiqqan mutafakkir zotlar merosini har tomonlama chuqur o'rganish va keng targ'ib etish. Turli mafkuraviy xurujlar avj olayotgan bugungi kunda ajdodlarimizning ma'naviy merosini chuqur o'rganish, ulardagi ezgu g'oya va ta'limotlarni keng xalq ommasiga yetkazish hamda shu asosda yoshlarda sog'lom dunyoqarashni kuchaytirish, ularni azaliy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash. Mamlakatimizda hamda xorijiy davlatlarning kutubxonalari va qo'lyozma fondlarida saqlanayotgan Termiziy allomalar hamda buyuk mutafakkirlarimizning qo'lyozma va toshbosma asarlari nusxalarini, ular haqidagi kitoblarni to'plash va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish vazifalarini amalga oshiradi. Markazda ilmiy tadqiqot
xalqaro aloqalar va ziyorat turizmini rivojlantirish, axborot texnologiyalari va multimedia, axborot resurs markazi hamda nashr bo'limlari faoliyat olib boradi. Markaz ilmiy xodimlariga Termiziy allomalarning boy ma'naviy merosini o'rganish uchun barcha zamonaviy shart-sharoitlar yaratilgan. Jumladan, markaz kutubxonasi, katta va kichik majlislar zali, xorijlik tadqiqotchilar uchun xizmat uylari hamda barcha imkoniyat va shart-sharoitlarga ega bo'lgan alohida media studiya mavjud. Markaz tomonidan Imom Termiziy va Termiziy allomalarning boy ma'naviy merosiga oid 83 ta kitob nashr etildi. Bugungi kunda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi nafaqat O'zbekistonda, balki jahonda ham o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Hozirgi kunda markaz Rossiya, Marokash, Jazoir, AQSh, Buyuk Britaniya, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Hindiston, Tojikiston va Qirg'iziston kabi mamlakatlardagi nufuzli ilmiy tadqiqot markazlari va oliy ta'lim muassasalari bilan yaqindan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan bo'lib, ular bilan 20 dan ortiq memorandum imzolangan. Shu bilan bir qatorda hamkorlik doirasida 5 ta xalqaro konferensiya, 100 ga yaqin ilmiy seminarlar hamda ko'rgazmalar o'tkazildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yildagi Imom Termiziy tavalludining 1200 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qaroriga ko'ra, shu yilning oktyabr oyida Imom Termiziy ilmiy merosining islom sivilizatsiyasida tutgan o'rni mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Hozirda markazning qo'lyozmalar fondida ajdodlarimiz merosiga oid 40 ta qo'lyozma va 84 ta toshbosma asarlar, 1300 ga yaqin qo'lyozma asarlarning elektron nusxalari va 3000 ga yaqin davriy nashrdagi kitoblar mavjud bo'lib, o'tgan davr mobaynida Turkiyada saqlanayotgan Termiziy olimlarining 150 dan ziyod qo'lyozma asarlarining katalogi, shuningdek Termiziy olimlarining 1000 dan ziyod qo'lyozma asarlarini o'z ichiga olgan Termizlik olimlar asarlarining jahon fondlaridagi qo'lyozmalari katalogi tayyorlandi. Markaz tomonidan jaholatga qarshi ma'rifat, yoshlar yot g'oyalarga qarshi, shukronalik, tinchlik qadri hamda Termiziylar avlodimiz yo'nalishi ostida 6000 ga yaqin ma'naviy ma'rifiy targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelindi. Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston mahallalar uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev boshchiligidagi ishchi guruh Samarqandda bo'lib, mahallalar faoliyati, tashkilot va idoralarning amalga oshirgan ishlari bilan tanishdi. Dastlab ishchi guruh Payariq va Oqdaryo tumanlarida bo'ldi. Xo'sh, joriy yilning o'tgan davrida tashkilotlar o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga qanchalik erishdi? Yillik belgilangan marraga yetishda qanday to'siqlar yuzaga kelmoqda? Ishchi guruh o'rganishlarning birinchi kunida ushbu savollar bilan qiziqdi. Shuningdek, ishchi guruh a'zolari xalq qabulxonalari bo'limlari rahbarlari bilan birga Samarqandning barcha tuman shaharlarida bandlik, ish joylarini tashkil qilish, aholi bilan ishlash borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Shuningdek, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish bo'yicha dolzarb 90 kun tadbirlarni tashkil etish ishlari o'rganildi. Aholining muammolari tinglanib, joyida hal etildi. Xalqaro press klubning maxsus soni Bektemir tumanidagi Rohat mahallasida tasvirga olindi. Bizlar ularning bilimidan, ularning tajribasidan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Mana bugun o'zlaring xato chiqib, aniq qaror chiqdi. Unda bugunning eng dolzarb masalalardan biri energiya tejamkorligi, elektr va gaz ta'minotidagi barqarorlik, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mavzusida muhokama qilindi. Xalqaro press klubning mazkur sessiyasini tez kunda tomosha qilishingiz mumkin. O'zbekiston Shvetsariyasi Miraki turizm mahallasining kelib chiqish tarixi qanday? Bu haqda Kayvoni yangi loyihasida bilib olishingiz mumkin. Bu sahifa sizga yurtimizdagi mahallalarning qadim tarixi, ular haqidagi rivoyatlar va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etadi. Bugun sizlar bilan O'zbekiston Shvetsariyasi ko'plab mahalliy va xorijiy sayyohlarning sevimli maskani Miraki turizm mahallasi tarixiga yuzlanamiz.
Mirak so'zining ma'nosi turk va fors tillaridan olingan bo'lib, maysazor ko'klam, mirlardan oqadigan suv degan ma'noni anglatadi. Mahalliy aholi uni vaqtida mir amirlar, beklar kelib dam oladigan maskan bo'lgani uchun shunday ataladi deb o'ylashadi. Ularning aytishiga qaraganda, qishloq tarixi qadim o'tmishda unda yashab o'tgan Mir va Oqil ismli aka-ukalar bilan bog'liq. Ular xalq orasida inoqlik va baraka timsoli hisoblanib, donishmandlik va bilimdonlikda aka-ukalarga teng keladigani topilmas edi. Qishloqning ko'kalamzorlashtirilishida va aholining hamjihat bo'lishida Mir va Oqilning hissasi katta bo'lib, keyinchalik mahalla aka-ukalarning xotirasiga atab Miroqil deb nomlangan. Oradan asrlar o'tib bu nom tildan tilga Miraki bo'lib moslashgan. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan bu qishloq 1986-yildan shaharcha maqomini olgan. Mirakiga 2024-yil turizm mahallasi maqomi berilib, bugungi kunda yiliga 1 milliondan ortiq mahalliy va xorijiy sayyohlarga xizmat qilmoqda. Xo'sh, siz bu mahalla tarixi haqida yana nimalarni bilasiz? Fikringizni izohlarda qoldiring. O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin romani. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning 1969-yilda yozilgan Odam bo'lish qiyin romani muallif ijodidagi ilk yirik badiiy asar sifatida milliy adabiyotimizda muhim o'rin tutadi. Asar yaratilgandan beri bir necha bor qayta nashr etilgan, xorijiy tillarga tarjima qilingan va hanuzgacha o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Romanda inson sifatida shakllanish, axloqiy qadriyatlarga sodiq qolish va ma'naviy mas'uliyat kabi hayotiy masalalar xalqona, sodda va ta'sirli uslubda yoritiladi. Odam bo'lish qiyin iborasi asarning nainki nomi, balki ma'naviy o'zagiga aylangan. Bosh qahramonlar Abdulla va Gulchehra orqali yozuvchi yosh avlodning orzu-umidlari, hayotiy tanlovlari va ichki to'qnashuvlarni ochib beradi. Abdullaning moddiy manfaat sari yuz burishi va Gulchehraning mehnatsevar, halol hayotga intilishi ularni ikki turli yo'lda namoyon qiladi. Asarning tili xalqona, obrazlar ta'sirchan, voqealar esa hayotga yaqindir. Muallif xarakterlar ruhiy kechinmalari orqali o'quvchini chuqur mulohazaga chorlaydi. Xulosa qilib aytganda, Odam bo'lish qiyin nafaqat adabiy, balki tarbiyaviy jihatdan ham yuksak ahamiyatga ega asardir. U insonning ma'naviy kamoloti, shaxsiy mas'uliyati va to'g'ri tanlovlar qilishning naqadar muhim ekanini yoshlar ongiga ta'sirchan tarzda singdiradi. Assalomu alaykum siyosiy ma'rifat soati kuzatuvchilari, siz bilan yana Sayohat. Siz bilan eng qadimiy manzilga sayohat qildik. Eng sovuq joylarda yurib, muzlagan tuyg'ularni uyg'otdik. Hatto eng g'ayri oddiy, real va xayol orasidagi olamga ham tashrif buyurdik. Bugun esa sizni eng chuqur, eng sokin, ammo hayratingizga sabab bo'luvchi yangi bir manzilga olib boramiz. Unday bo'lsa, boshladik. Tasavvur qiling, siz yer yuzida emassiz. 300 metrdan ortiq chuqurlikka tushyapsiz. Atrofingiz qorong'u, ammo har bir devor, har bir burchak tuzdan yasalgan. Bu Polshaning Velichka tuz koni. 13 asrdan beri faoliyat yuritayotgan ushbu manzildan 700 yildan ortiq vaqt davomida insonlar tuz qazib olgan. Bu shunchaki kon emas edi. Bu xalq uchun hayot, tuz esa boylik manbai hisoblanar edi. Bugun esa bu joy butunlay boshqacha ma'no kasb etadi. 1978-yilda Velichka koni ilk tanlangan obyektlardan biri sifatida UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bu uning tarixiy, madaniy va ruhiy ahamiyatini butun dunyoga tan oldirgan muhrdir. 327 metr chuqurlikda joylashgan, 300 kilometrdan ortiq uzunlikdagi tunnel va yo'laklar. Bu hammasi emas. Bu yerda san'at, tarix va sirli go'zallik bir joyga jamlangan. Tuzdan ishlangan haykallar, tosh qator yo'laklar, tuzli qandillar, hatto butun boshli Sankinga ibodatxonasi ham bor. Siz tuz devorlar orasida yurasiz, lekin yuragingiz balandlikda uradi. Chunki bu yer ostida yaratilgan ilhom manbai. Bu joy havosi ham o'ziga xos. Harorat doim 14 daraja. Bakteriyalarga qarshi tabiiy vosita sifatida tan olingan. Shu sababli bu yerda hatto nafas olish kasalliklariga chalinganlar uchun shifobaxsh terapiya markazlari ham bor. Har yili bu yerga 1,5 milliondan ortiq odam keladi. Ba'zilari bu yerda to'y qiladi, ba'zilar konsert tinglaydi, ammo har bir tashrif buyuruvchi bir narsani unutmaydi. Yer ostida ham hayot bor va bu hayot go'zallik bilan to'la. Yaqin vaqt ichida tomosha qilganingiz siyosiy ma'rifat soati hamda Sayohat loyihasi bo'ldi. Kelgusi haftada ko'rishguncha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.
Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz samarali o'tsin.